Qin mushaklaringiz haddan tashqari bo'shashib, bachadon o'rnidan siljishni boshlaydi. Kutgan bilan muammo o'z-o'zidan hal bo'lib qolmaydi. Kutish eng katta xatolik. Chunki ichkaridagi qin mushaklaringiz haddan tashqari bo'shashib, bachadon o'rnidan siljishni boshlaydi. Buning natijasida qovug'ingiz oldiga chiqib qoladi. Ichkarida bosim noto'g'ri taqsimlangani hisobiga pastga kuchli bosim berib, CD pufagini ezib qo'yadi va CD tomchilash holati boshlanadi. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, 3 kunlik master klassimda chuqur ko'rib chiqamiz. Master klassda qatnashish uchun hoziroq kommentariyga 3 raqamini qoldiring va master klassda ishtirok eting. Qin mushaklaringiz haddan tashqari bo'shashib, bachadon o'rnidan siljishni boshlaydi. Kutgan bilan muammo o'z-o'zidan hal bo'lib qolmaydi. Kutish eng katta xatolik. Chunki ichkaridagi qin mushaklaringiz haddan tashqari bo'shashib, bachadon o'rnidan siljishni boshlaydi. Buning natijasida qovug'ingiz oldiga chiqib qoladi. Ichkarida bosim noto'g'ri taqsimlangani hisobiga pastga kuchli bosim berib, CD pufagini ezib qo'yadi va CD tomchilash holati boshlanadi.